Paxta, oltin yoki boshqa xomashyo narxi ertaga qanday bo'ladi? Bu savol ishlab chiqaruvchi, eksportyor va investorlarni birdek o'ylantiradi. Narxdagi keskin o'zgarishlar esa biznes uchun eng katta xatarlardan biri. Risklarni kamaytirish uchun O'zbekistonda futures bozori rivojlantirilmoqda. Shu maqsadda Respublika tovar xomashyo birjasida AQSh ekspertlari ishtirokida amaliy seminar o'tkazildi. So futures trading is really important for business. Futures savdolari biznes uchun juda katta ahamiyatga ega. Chunki ular korxonalarga hozir mavjud bo'lmagan yangi vositalarni taqdim etadi. Bu vositalar risklarni boshqarish imkonini beradi. Masalan, korxona 6 oy oldin ma'lum bir mahsulotni xarid qilish kerak bo'lsa, futures shartnomasi orqali o'sha mahsulot narxini bugunoq belgilab qo'yishi mumkin. Bu esa narxlarning keskin o'zgarishi bilan bog'liq xavflarni kamaytiradi. Dunyoning ko'plab mamlakatlari tajribasi shuni ko'rsatadiki, futures bozori nafaqat ishlab chiqaruvchilarga, balki yakuniy iste'molchilarga ham foyda keltiradi. Chunki risklarni boshqarish mexanizmlari tufayli iste'molchilar uchun ham narxlar barqarorroq bo'ladi. Bu esa iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Bugungi kunda O'zbekistonda asosan spot savdolari amalga oshirilmoqda. Futures bozori esa iqtisodiyot uchun yangi moliyaviy instrument hisoblanadi. Seminarda brokerlar va treyderlar narx tavakkalchiliklarni boshqarish, futures shartnomalarini tuzish hamda xalqaro standartlar asosida ishlash bo'yicha tajribalar bilan tanishdi. Shuningdek, yig'ilishda UZEX va Philip Capital hamkorligidagi UZEX Global qo'shma korxonasi orqali o'zbekistonlik tadbirkorlarni xalqaro tovar bozorlariga olib chiqish va ularni narxlar o'zgarishi bilan bog'liq xatarlardan himoya qilish masalalari ko'rib chiqildi. Futures trading allows for risk management. Futures savdolari tavakkalchiliklarni boshqarish va narxlarning o'zgaruvchanligi bilan bog'liq xatarlarni kamaytirish imkonini beradi. Natijada O'zbekistonda tovarlar narxi yanada barqarorlashadi. Futures savdolari yo'lga qo'yilishi bilan narxlarning keskin tebranishi kamayadi. Bozorlarni prognoz qilish imkoniyatlari oshadi va oxir-oqibat mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu mutlaqo yangi bozor va yangi tizim. Shu sababli uning to'liq shakllanishi va keng ishlay boshlashi uchun bir necha yil kerak bo'ladi. Ekspertlarning fikricha, futures bozori bir kunda shakllanmaydi. Buning uchun avvalo samarali qonunchilik bazasi va bozor ishtirokchilarining malakasini oshirish zarur. Shu bois seminar davomida tartibga solish, mijozlar manfaatlarini himoya qilish va xalqaro bozorlarga chiqish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Mutaxassislarning hisobicha, futures bozori rivojlanishi mahalliy ishlab chiqaruvchilar va eksportyorlarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlaydi hamda ularning xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini oshiradi.